Assalomu alaykum. Qarindoshlar, yaxshimi? Men abay Nahmaydan qandim. Internet yaxshi olmay, safardatim poyezd yaxshi tatmadi. Shuningga qarindoshlarga deydigan ikki qiz gapim. Men safarda bo'lib qoldim. Shu aldirash asli bo'lsa uyda o'tirib rasmiy bir sistemalik qilsam bo'ladi, lekin shu petition, shu imzo ishi meni texmo shu ichimdagi o't ag'izmidi. Qarindoshlar, indigenous kategoriyasidan chiqatmasa qat'iy olmaydi. Undan keyin bizningki shu mustaqillikqa bo'lgan irodamizni Aqsaray bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bildirmasak bo'lmaydi. Shu Dunyo Uyg'ur qurultayidagi boshlig'i raisi Dolqin Aysadan tortib uningga ergashguvchi indigenuslar qolganini dang tutib anglash. Qozog'istonninki davlati bor turib, demokratiya, kishilik huquq deb oldiga sakrab chiqdi. Sen xalqning davlating yo'q, avtonomiyada izlab 70 yilning yo'qi cho'shqidek petig'ilinib, ma'rifning petig'ilandi, xalqning petig'ilandi. Ashuni ko'rib turib demokratiya deb bizningki Sharq Turkiston milliy mustaqillikninki davosini nega ketishdan Qozog'iston xalqi qanday qotdi. Shuningga shu Dunyo Uyg'ur qurultayidagi ergashgan indigenuslar va Dunyo Uyg'ur qurultayidagi indigenuslar demokratiyani qanday yerda talab qilganini ma'ni obdan bilib olish. Ko'rishdingmi? Shuningga ergashgan shafaqchilik, rasvochilik, haqiqiysingki maynatchiligi, domelchilikning vatan degan qon, pul, badal to'lash orqali keladi. Sen xalqninki birisining xotinini birisining o'ynashing bilan, yana birisininkiga yana birising yotoq ichib o'ynashing bilan, yig'inni tugatib, aroqni ichib, masub qaytishing bilan emas, Uyg'urni aldishing bilan emas, chiplaslar. Ko'rishgansa qanday qon to'kilayotganini. Manda qon to'kilib, manda badal orqali bo'ladi. Ma'ni obdan bilib olish. Shuningga muajiratga Uyg'ur qarindoshlar, dunyo vaziyati nega qarab ketyapti? Dunyoninki ishi nega qarab ketyapti qarindoshlar? O bir gazning ishi emas. O saqqa opi bana deb shu gaz bana o'padi. Bu cho'ng temalarga, cho'nglarning ishiga aralashmasaqmi bo'ladi. Cho'ng davlatlarning ishiga faqat biz qozoq xalqiga duo qilamiz, yaxshi niyatli bo'lamiz. Bizniki qarindoshlarimiz, xalqda gunoh yo'q. Xalq endi shunda bo'lib qoldi, vatani, zimini demokratiya, kishilik huquq, erkinlik deb shu burunqi shu feodallik jamiyatga kommunizmdan qolgan shu ideya bilan shu diktatorlar bo'lgan shu narsa bilan sakrab o'tirg'i chiqdi. Bizchu qarindoshlar ko'ryapmansizlar, xalqninki vatanida 15 yildan 30 yildan beri bir hokimiyat tutib, bizni mushundaq ishlarga biz kelib qoldik deb turib chiqib demokratiya, kishilik huquqni talab qildi. Dunyo Uyg'ur qurultayidagi go'ylar, sen haqqin nima demokratiya, sen haqqin nima kishilik huquq? Kishilik huquqing bormi seninki? Sening insoniy huquqing bormi? O'zingninki qanchalik iflosligingni bilmaysan, sen go'ylarga kishilik huquq nima qo'ydi? Sening qiladigan ishing vatanning mustaqilligini asli keltirish. Sen indigenous qilib etib, bizni yerlik millat qilib etib, bizni Xitoy hukumatiga sen lager ichishga sen go'ylar biz petition to'plasak ustingdan jinoyatchi deb xalqaro jinoiy ishlar sotiga beramiz. Mala jinoyatchi, mala Xitoy hukumati chiqargan josuslik organi deb qo'limizdagi har isbotlarni chiqaramiz. Dilyar chiqirdi, Nejat Turg'un chiqirdi, men chiqiraman. Sen go'ylarning ko'giligingni ko'zing ko'rsatamiz. Vatanning ichida oqqani qon ovi. Oy milliy munofiqlar, adam bo'lmaydigan cho'shqining kuchiklari. Kuchiklaringni yig'ishtirib, chiroyli sol qanot bo'lib, energiyaning pulini yesangmi, yamsa, nimish qilsang qil, to'g'rida Xitoyni sistem, matbuotda shu Xitoyni sistem, demokratiya, kishilik huquq, shu diniy erkinlikni qilsang, quvangni qisib tuz qilish, o'ng qanotga shakllanayotgan o'ng qanotga to'zaq qurma, yana bir nima qilma deydigan bo'lsang, hech qaysing yaxshi kun ko'rmaysan. Anandan keyin Turg'un Alovidan Germaniyadagi sen endi yana ikkinchi qatam Nirvanga tegadigan bo'lsang, seninki xotiningninki, sening ishlaringni, shaxsiyatingni, butun narsangni vayron qilib ketmaydi. Tushunding? Sen oldin Aysa Aliptikinga ishilgan, qo'ngvagan, anandan keyin Dolqin Aysaga ishilding, uni tashlavatding, Abdukim Idrisga ishilding, uni tashlavatding. Endi qopib, Dilshod Rashid ishlayapsa,
Onunki yani kimlarga ishlamoqchi? Robiya Qodirni ishlab tashilding. Sening qanchalik yuzingning qilinligini seni shu qurultaydagilar Allohiddin degan Turg'un Allohiddin degan piramida shaklli yuzi deydi. Har tarafga qaraydi deydi. Seninki sen cho'ng odamga telefon qilib bizga to'la besim qilma. Qarindoshlar, dunyo Uyg'ur qurultaydagilar mening cho'ng odamga telefon qilibdi. Telefon qilib bular nimani shu qurultayni o'rvatmoqchi bo'ldi deb Nijat Turqunga besim qilg'izibdi Shvetsiyadagi tug'liq kuchga atib oldiga chiqarg'izdi u bu deb. Men hech kimni kuchgatmadim. Men faqat beshimda o'tganini so'zildim, ziyankash kuchurg'inimni so'zildim, ammo lekin men hech kimni kuchatmadim. Xalq ko'zini ochsin, vatan mustaqil bo'lsin. Ey, ishning kuchuklari, sen haqqa berayotgan-chu, boylik sen haqqa berib xashlayotgan pulninki Xitoy Urumchidagi 1-2 benzin staxondan chiqarib oldi yilda. Tushundingmi? Qanchalik nacharlik bilan eng Xitoyning eski hozir yunanliklarni yo'tkayotidi. Sen qo'qsang, sening quvangda liq poq bo'lsa, biz pokiz yashadik. Dedi-ku ana Xitoyning restoranda ishlab baxmagan bu bola deb. Bizdek pokiz yashaganlar bor. Sen ip baramagan ishni biz ip baralaymiz. Bizning yo'limizni to'sima. Bizga sen yo'limizga bizningki elaqa payanda salsang sal, hargiz shaqshimba tashlama. Biz baribir dastlab o'tib ketamiz sen haqni. Tushunishdingmi? To'la Uyg'uriston, Sharqi Turkiston deb to'la jidal chiqarishmaylik saranglaringni, lahvalaringni, taqvalaringni silib, vataningni qurmay turib, indigenous people'dan chiqatmay turib, onangning mustaqillikni ola olamsa, xalqaro qonunlar, xalqaro atalg'ular orqali hamma narsani aniq yeyishib bersa, petitionning ishi qattiq boshchaqlaydigan petition emas. Ma oila bo'yicha kirib qilinglar meningga. Buvay momaylarga o'lib qolmagan tiniqi bo'lsalar, tiniqli bu odamlar bo'lsa, men atrofinglardagi akilang men qilib beray deb email adreslarini ilib, emaillarni qilib, cho'nglarga qilib beringlar. Ni mustaqillikni xohlaydigan, ni mushqa qo'sib ko'p o'tirgan odamlar bor. Musha aqliy iqtidorli telefonlarni ishlatilmaydiganlarga yordam bersanglar bo'ladi. Biz sizlardan pul talab qilmadik. Ya bir sening ism familiyanglarni to'rdan bir kiyib olmaymiz yoki bir telefon sotib olmaymiz qarindoshlar. Vatanimizningki mustaqillik uchun ishlatamiz. Mao indigenousidan tezroq chiqatmasak, vatanninki mustaqilligi g'olni tiklanmaymiz. Biologiyadan o'tadi, g'ol hujayrasi deb. Eng muhim narsa shu vatanimizning mustaqilligini g'ol hujayrasida bor narsani ma qurultaydagilar sundiryapti. Mana biz tiklishimiz kerak. Shuningga qarindoshlar, petitionga jon dilinglar bilan kutishinglar kerak. Unda qilmanglar qarindoshlar. Unda qilmanglar. Bu dunyo Uyg'ur qurultiyi nima davoni qildi? Hech qanday davoni qilmadi. Xitoyning manfaati uchun ishildi. Yag'an bo'lsa oldimizga chiq, biz sana to'kib beramiz yana. Xalqningki xotinning kusurining davosini qildi. O ayollar xalqning erining kusurininki, xalqning uyini buzadiganning davosini qildi. Mayaqdan nimada ishlab, mayaqdan Guantanamoga berib, ayaqdan ketgan, mayaqdan qochoqchilik qilgan, ayaqdan shapaqchilik qilgan, mayaqdan yaloqchilik qilgan, voy bugunlarning qilgan ishlari emas, chiliqchilik, rasvochilik. Shuningga qarindoshlar, bular bilan bu da'vo o'rtmaydi, bular qilmaydi, sadigan ketay qarindoshlar qilmaydi. 10 qanot cho'qim har qanday davlatda bor, 10 qo'l, so'ng qo'l deb. Shvetsiyadan bor, Amerikadan bor, butun davlatda bor. Hatto Xitoyning ichidan bor bundalar. Voy, mana mustaqillik patazg'is kelib ketgandi. Shuningga qarindoshlar, mushu narsani cho'qim biz aniq shakllantirishimiz kerak. Shu, va kaynimda patazlayotdi. Shuningga qarindoshlar, petitionning ishiga hargiz bo'shab qolmanglar. Meningki atlik yani Shvetsiyada atlikni bir kun idoradan qog'oz yig'izib, yani yatog'imizni ko'tarib, yani o'yintib qildigan ishlar borki, men shu bir kunlik pulni olmayman, bo'ldi, yataqdim yatmayman, qog'im termayman, men jiddiy qaytmasam mayda, men hozir soat qancha bo'ldi ya? 10:30 bo'ldimi? Men 1da bor ekanman, 1:30da men berib, yani kompyuterni yechib, men yana qilinmagan cho'nglarga, ularga, bularga yordamlashib, petitionning ishida bo'lmay kecha-kecha. Men atlikim yani ashning qo'yildi bo'laman. Qarindoshlar, unda qilmayli, vatanning ichida qarindoshlarimiz o'lib ketib bordi. Mening opam dadamningki bugun yoki atning ichida chiqmaydigini bilaman. Mening ichim ichishdi, mening ichim qon zardab bo'lib ketdi.
Mening ichlarim qon qisasga to'lib ketdi, ammo bu hammamizniki, hamma vatanniki, aka-singil qarindoshlarimizniki, urug' tuqqanlarimizniki, ziminniki, tuproqniki masalasi. Shuningga qarindoshlar, bu masala kelgan chog'da hammamiz ota-onamizni tezroq qutqaraylik desak, biz birinchidan indigenous kategoriyasidan chiqishimiz kerak. Manasidan chiqib, uningdan keyin darhol Oqsaroy bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga buningdan keyin mani kirgizma mandaq indigenous people'larniki, ma u bizniki nimamiz emas deb, malaniki burun qanchalik tashkilotlardan pul oldi ham shu to'g'riliq. Bu jazosini yeydi bu munofiqlar. Seninki Uyg'urni indigenous qilib, iliqa Avstraliyadagi iliqa Viktorning bolasi Arslan Hidoyat, iliqa Bahram Sintash, iliqa Olim Sitovninki chuprandilari. Ana xotinimi Arslan Hidoyatning xotini shu iliq nima ishlaydi emasmi? Rifiyada. Ashadin pul yeydi emasmi? Ashadin pul yeganiki, so'ziltidi. Bo'lmas xotini demay yolg'iziydi emasmi? Kitani sepmay shuningga bichar chiqib so'zlamasa, shunda. Ama Adil Mijitning va qizini bana aslinga men sen bilan kirmay turay. Sen Uyg'urlar indigenous deya qalaymiqan narsalarni yozg'uchimma, men sen taqay arsayda. Sen qanchalik yomon bo'lib ketamsa, qanchalik no'chib ketishingni qat'iy nazar, mana ufqingda esingda bo'lsin, tug'liq Hamid hech kimdan qo'rqmaydi. Tug'liq Hamid faqat Xudodan qo'rqadi, ota-onasidan qo'rqadi, hadisdan qo'rqadi, undan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi. Meniki hech kimga tutqizib qo'ygan yerim yo'q. Mening hech kimga ilinib qolgan yerim yo'q. Sen haqninki, shu sening xotining refiyada ishlaydigan xo'jayin Olim Sitov qilayotgan ishni biz tozalab menyapmiz. Asli mushu bo'linmaydigan ishlar, qarindoshlar. Asli mushu indigenous kategoriyasiga kirgizilmaydigan xalq biz. Nima deb yo'q narsani kelib kirgizib qo'ydi? Bu Rabia Qodirga kim berdi bu mustaqillik emas, avtonom, oliy avtonom huquqni? Buni oliy avtonom huquq talaqqiyoti deb bilmaydi vatandakilar. O'tgandim ko'dinglar shu Sidiqoji Ro'zniki moddiy ma'naviy moddiy pulini uzatmanglar bularni deyapti. Ko'dinglarmi qarindoshlar? Bu ishki xotin Amerikada ishlamasa, yo bir katman pul chapmas, nereden keldi? Uyg'urni qo'ldirilib, ayat bir sarangga $100 urpiydi, meyada 10ga $100 urpiydi. Ay, Germaniyadagi $10 urpiydi. Bularni ananki Sharq Turkiston, Uyg'uriston degan jidallarga silib etdi. Men hammasinikini 5 qo'ldek pishib yetiglik bularniki 5 qo'ldek bilaman bularnikini. Anlamaslik kerak. Hozir mushu Uyg'uriston davatgan laqvalaringmi? Mavu nimani petitionni to'plab, mavu indigenous people kategoriyasidan chiqatmasa, mumkin emas Uyg'uristonni qurolmaysa. Senmi qurolmaysan Uyg'uristonni? Mustaqillikni bizmi tasda amalga oshiramiz. Shuningga Zumrat Tursunadimiz degandek to'p-to'g'ri gap. Ismchilariga kirmaymiz. Vatanning egisi vatanda. Vatanninki ismini vatandakilar qo'ydi. Sen haqninki onangning haqqi yo'q vatandakilar uchun beshtim qilib bermadim. Men beshtim qilib bermadim. Faqat mening beshimni o'tkazib chiqib so'zlab qo'ydim. Shunday gap. Yo men shoshanga vatandan nima? Shuningga qarindoshlar, bizningki vatanimizningki mushu petitionga kechich kutishimiz kerak. Menmi atlikka mushu o'yan tamashlarimni qoldirib, kechilab ketyapman. Bir yerimda istiq qo'limga tushiman. U yerdan yana ayaga poyezd to'xtab ketgan, yana taksi to'rab uyiga ketaman. Berib, yani o'tirib kechich atgan soat tong'atqicha mush ishni qilaman. Do'stlarim bilan birlashib mushuning qo'ydi bo'laman. Sizlar bunda qilmanglar qarindoshlar. Uyanglar, bolaringlar bo'lsa, bolaringlarga imzo etinglar, email ichib beringlar. Mush ishni qilinglar, mushning qo'ydi bo'linglar. Vatanning qo'ydi bo'lamiz biz. Qarab beringlar qozoq qarindoshlarning vatani bor turib. Ma dunyo Uyg'ur quruldi deydi-ki, cho'shqamgan cho'shqinning kichikdiri. Shu to'ralma holatda probirkani yetishtirilgan qizlar bu bor. Ota-onasi yo'q, shu ikkinchi doktorxonada probirkani yetishtirgan bularninki. Shunga bularda mehr oqibat yo'q, yurakning tayini yo'q, vatanga bo'lgan muhabbat yo'q. Shunga qarindoshlar, ma petitionning ishiga alayli ko'ngil bo'linglar. Petitionning ishiga ma o'yliqi Uyg'uriston, Sharq Turkiston deb jidal qilayotganlarmi, kallanglarni bir silkib etinglar. Sizlarga mushu narsalar nerdan kelyapti?
Nima deb u 5 yil bo'lmagan narsa, Norvegiyadagi yiliqi bomba saqalni mashta qo'yib elib, nomus qilmay Turkiyaga berib oilasi bilan nurg'ulg'a odamni sudyaga sevitib, anandan keyin miyaga qaytib kelib saqalni pokiz qilib Uyg'uriston cho'kib ketibdi. Yana bir nachisi bormi bizning Shvetsiyadan so'zlayapti. Qo'ng'angni jip, o'zingni ahvoliga bir qarab baqay. Mening oldimga chiqib baqay, nocho'sang, qanday o'z yasayman. Qarindoshlar, shuningga qarindoshlar, petitionga ovoz qo'shaylik. Petitionni cho'qim qurib chiqmasak bo'lmaydi. Voy, muokatni qo'ymam ya taqishib odamga qerishib ketdi. Yo'q, petition. Shuningga qarindoshlar, ma petitionning ishiga nihoyatda aktivlik bilan, mas'uliyatchanlik bilan qilmasak qat'iy bo'lmaydi. Shuningga ma'vo qoyillar qilib o'tganlar onu qisib o'tirish. Uyg'uristonni vaqo qara. Uningmi ovoz tashlaymiz. Mush Uyg'uriston davatgan mushuk. Uni buni deb mush Norvegiyalardan u yerdan Shvetsiyaga sarf ket. Kompyuterdan bir narsa bilamsa, indigenous masalasi to'g'ri bilim tushunamsa, qayerda o'qigan, qayerning diploming bor seninki, qayerda xizmat qilsa, xizmat o'rning bormi Yevropada seninki? Qanday yashayapsa? Qanday sharoitda sening sharoiting? Hammani Shvetsiyadagini men obdan bilaman-ku. Shuningga qarindoshlar, ma'vo petitionning ishiga sal qaraydigan ish emas. Petition yomon kuchanglar, ma Dilyarning ballari va kuchayotdi, texmi kuchanglar. Dilyarning ballari Salih surgun hukumatdagilar. Sizlarmi kuchanglar, sizlarning og'zinglar bo'lgandan keyin chiqib bunda so'zlab turinglar. Salih apandim, Xudoyor apandim. Ma'ningimi chiqib bunda so'zlab qilinglar petitionning ishiga. Bizlam endi chiqiblam bir ikki odam so'zlab versakmichu, bu boshqa odam yo'qmi Uyg'urning davosini so'zlaydigan? Boshqalarmi chiqib so'zlanglar, Dilyar Musabevmi chiqib so'zlayotdi, Fidoylar ekrandimi so'zildi, qolgan va surgun hukumatdagilarmi chiqib, ma'qulam ustam sizmi chiqib, shu narsalar to'g'riliq pat-pat so'zlab turing. Ma petitionni o'lmonga opirib, buni shu sizlardek o'ng qanotdagilar ishiltisizlar, buni biz uyga ketib qarab o'tolmaymiz uningga. Pas chiqirib, biz bilan tang mangayli 9-nomor, 10-nomor vartaga gombang topni tiqayli, qurultayni anamanisininki bir nimasiga tiqib etayli. Shu shunda gap. Dunyo Uyg'ur qurultaydikilar qo'ng'angni qas birinchisi. Ikkinchisi menga kuching yetishmaydi. Vaqaloqqa jalab palaptirni silib, mening kaynimda sestib, buni ishtim qilolmaysiz. Uchinchisi, sen haqninki jon ajallik jon to'miring, sen haq ashni qurbon qilib yo'q qilatmagicha men mushu siyosatda men o'ynagan. Men utaman sen haqni. Tushundingmi? Sen haq uni yo'q qilatsangmi, uning og'zi orqali deb berilgan shu qurultayning ichidagi nurg'un munofiqlarningki zanjiri yana meninkida. Mushinchiklam gap. Endi o'shiq to'shkini to'g'ridagi jidallar besiqsin. Sen qilolmagan o'ng qanotni, sen tilanmagan mustaqillikni Xitoygacha qara, bizni otib qo'y. Yoshlar chiqib olib ishimizni buzib etdi. Bu xavisi daga deybichi. Deb bizga otib qo'ysang bo'ladi. Xi Jinping akanga deb. Tushundim? Qolgan narsalarni qarindoshlar xabar berib qoldi, men so'g'aq telefonning to'ki o'tirib ketdi. Xudoyimga omonat etsa,